Assalomu alaykum. Ekran oldidagi kompyuter havaskallari ham o'qirmanlar. Hammanglarningki mushu vaqti xayrlik bo'lsin. United Coder şirketimiz 4-oyninki 4-kuni Python Generative and Agentic AI Application Engineering Bootcamp programmasını başlaydı. Yani bununki ma'nosi Python orqali Generative and Agentic AI application'ı layihalash. Şu program to'g'riliq men nurg'unlagan savollar keldi. Bu programda zodi biz nima bilmaymiz deb. Şu torbatni ichib sizlar unitedcoder.com /programs ichib ondan read program details degan assanglar. Şu programniki o'rganadigan asosliq mazmunlari bor. Mazmunning ichida şu Introduction to AI, LLM and the module, and then Introduction to Python development, yani Python code yazash, and then Python code'dagi mesela basic code yazash, object oriented programming, sonliq ambar qurilmasi, input output JSON, and then Jupyter Notebook, buni shirkatlarga ishlatamiz. Prompt engineering with OpenAI, and then AI modunu test qilamiz. Python'ninki şu OpenAI SDK'sini qanday ishlatamiz, and then Python web application development, yani sizlar AI'ni bilgandan keyin AI'ninki SDK orqali qanday torbatlaylab buni shirkatlar ishlatish qatorliq. Şu mazmunlar to'g'riliq menga ko'p tushgan savollarning birisi bu AI, LLM, modul degan zodi nima degan savol. AI degan Artificial Intelligence'ning qisqartmasi, yani sun'iy aql. LLM degan Large Language Model, yani large'ning o'zi yo'g'on degan gap. L degan language, model degan modul hamdi. Shunda bo'lganda bu AI bilan modulning qanday munosabati bor. Men tuvanda bir oddiy misol orqali sizlarga mana shu ikkining munosabatini tushuntirib qo'yaman. Sizlar Google kirib machine learning versus AI deb izlanglar. Machine learning degan gap mashina o'rganish nomi. Ondan AI'ning o'zi artificial intelligence, yani sun'iy aql. Bu artificial intelligence is a broad concept of machine simulating human intelligence to solve problems. Yani sun'iy aql nəhayət keng doiralik bir uqum bo'lib, bu uqum asoslari shu mashinaga uchurlarni kirgizib o'rgatish orqali bir amaliy masalani hal qilish. And then while machine learning is a subset of AI focused on training algorithms to learn pattern from data and improve over time. Yani bunun degani machine learning degan AI'ning ichidagi bir tarmoq uqum. Machine learning'ningki asosliq roli biz kirgizgan datani analiz qilib uchurlar orasidagi munosabatni bog'lab buni bir neural network deydi. Network laylagandan keyin shuning ichidagi ma'lum bir pattern shu qilibni o'ylab chiqib shu qilib bo'yicha maslahat qilish degan gap. Undaq bo'lsa tuvanda shu eng oddiy bo'lgan bir matematiklik modul orqali shu machine learningni sizlarga tushuntirib qo'yay. Masalan sizlar OpenAI deganni ichib, masalan shu platform API-dak, ondan modul asanglar. Qarang, nurg'unlagan modullar bor. GPT 5.2, GPT 5 mini, nano deydi. Bunun boshqa mana Sora 2 model deydi. GPT'ninki image model deydi. Sora model deydi.
Ondan GPT real time audio video modellaydi. Bu sun'iy aql ko'pincha shu har bir modullar orqali shu modul hal qiladigan uchurlarni hal qilib insonlarga shu haqiqiy masalani hal qilib beradi. Masalan, mana qaranglar, GPT real time degan nima deganda module capable of real time text and audio input and output deydi. Masalan, naq maydonda kirgizgan tekstlarni, ovozlarni birdirab qilib natija chiqarib beradi deydi. Masalan, mana bu image baqili. State of the art image generation module. Masalan, shu chat GPT'ninki modulsi. Bunun qarang bahası bor. Masalan, text token tekstni kirgizsanglar, bu bizga rasm chiqarib beradigan gap, output image and text. Undan boshqa masalan, buning ichidagi ba'zi tadqiqot, masalan, O3 Deep Research degan tadqiqot moduli. Unda tushundim men oddiy bo'lgan bir matematikalik modulni yasashni sizlarga tushuntirib qo'yay. Men bu Google'ninki Colab degan so'zni ishlatdim. Buning o'zi shu bo'shliqdagi bir program yozilgan, shu machine learning ham artificial intelligence kod yozgan bir platformamdi. Bunda bo'lsa, tuvanni ko'rib boqinglar. Misol uchun bizda bir guruh son bor. Bu sonni masalan sonninki qiymatini x deyli. Bu -1 0, 1, 2, 3, 4. Anda mushu sonni kirgizsak, kompyuterdan bizga -3, -1, 1, 3, 5, 7 mushan chiqadi. Bunda bo'lsa zaten mushu ikki son o'rtasida qanday bog'lanishi bor. Bu ikki son o'rtasidagi bog'lanish bir matematikalik formula bilan bog'lanadi. Men sizlarga yuqori degandek, mashinalarning degan sonliq ambar uchurlar o'rtasidagi munosabatni tahlil qiladi. Masalan, sizlar Uyg'urlarning do'ppisini chiqaradigan bir rasm chiqaradigan model yasayman desanglar, oldi bilan mashinaga necha 10 ming do'ppininki rasmini kirgizib, mashinaga shuni o'g'ishing kerak. Mani badam do'ppi deymiz, mani chiman do'ppi deymiz degandek qilib. Mashina shu do'ppininki qurilmasini, do'ppilar orasidagi munosabatni, patternni bilgandan keyin, andin biz shu modulni qurib chiqsak, shu modul bizga zarur bo'lganda, biz talab qilganda shu do'ppininki rasmini chiqarib berish mumkin. Unda o'z qaranglar, shu tuvanda shu son orqali biz mashinaga masani kirgizib, oldi bilan mashinaga o'g'itaylik. Masalan, men 1 shu 0, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 kirgizsam, mushtaq bo'lib, masalan, x ga 10 ni bersam, y ning qiymati necha chiqishi kerak? Yoki x ga 20 ni bersam, y ning qiymati qanday bo'lishi kerak? Shuni mashinaga qilaylik. Biz shu sun'iy aqlda Python'niki TensorFlow degan bir library package ishlatamiz. Bu TensorFlow deganni bu yerdan to'rdan ko'rsam bo'ldi. TensorFlow deydi. Bu TensorFlow degan nima deganda, TensorFlowning o'zi shu sun'iy aql artificial intelligence ga model yasaydigan asosli library. Why TensorFlow deb aytsanglar. Whether you are an expert or beginner, TensorFlow is an end-to-end platform that makes it easy for you to build and deploy ML models. Yani machine learning'inki model yasaydigan bir sistema. Unda üstünde shu sistema ishlatib biz bir kod ijro qilib, bu Python'ninki import TensorFlow as TF, print TensorFlow'ninki version. Mana bu ijro qilaylik. Nemishqa bu Google'ninki Colab ishlatamiz deganda, bu bizga shu kod yozadigan bir bo'shliqni oldin bizga bir tayyor berdi. Qarang, bu yoqda hozir
executing deydi. 13 sekund. Bizga buning natijasi natijasi chiqdi. Hozir ijro bo'ldi. Bo'lgandan keyin qarang, mana torba chiqdi. Endi tuvanda haqiqiy bir model yasayli. Bu import TensorFlow as TF. TensorFlow kirdik. Ancak Keras degan bir modelni ishlatamiz. Bu Keras degan model nima deganda, bu shu machine learning'niki data o'tirisidagi patternni neural network orqali bir pattern tep chiqadigan bir library. And then import numpy as np. Numpy degan Python'niki shu sonliq uchurlarni bitirib qiladigan library. Linear algebra, Fourier transforms, random number generation deydi. Bundan sonra create a model. Biz modelni birini qurdik. Keras.sequential. Sequential'ımızı linear den gap bu. Linear. Biz emet mani bir linear function deyimiz mani linear. Keras.layers.dense unit 1. Bunun içinde biz fakatlı birli miqdar var o'zgarguvchi. U bo'lsin x. And then input shape 1. Bu şu birli uçurun kirgizimiz. Endi qaranglar model.compile ma optimizer degan endi shu Keras'niki modelniki xilma-xil optimizerning o'zi bundaq uçurlarni yaxshi qilish deymiz. And then ma loss degan bu hamda shu kasbiy o'qim min square. Qaranglar, oldidan biz ma x ga mush uchun kiramiz numpy array -1 0 1 2 3 da kirgizdik. Kirgizgandan keyin mana y ga buning qiymati 3 mana bu -1 1 3 5 7. Masalan qaranglar. Mana bu 4 ga 2 ni ko'paysak 8. 8 ni 1 alsak 7. Masalan 4 ga mas kelgansan 7, 3 qilsak 2 ga 3 6, 6 ni alsak 5. 2 ga 2 ni ko'paysak 4, 1 ni alsak 3. Mushu o'tirishga munosabat. Endi Üçüncü modelimizni biz modelni qurib chiqqandan keyin mashinaga buni o'qitamiz. Buni qanday qilamiz deganda model.fit andin buningki xs, ys, epoximizni 500. 500 qildim. Shu repeat qil, ya'ni takrar qilgan gap. Endi eng aqsta mana bu qurninki o'zi masalan test the model. Mesela ben numpy array deb 20 ni, mesela 20 ni x ga bersak, bu chaqda ne chiqish kerak? Y ning qiymati 40, bir ni bersak 39 chiqish kerak. Ondan mushuni hozir ijro qilib boqaylik. Qaranglar. Mana ko'rdingmi? Hozir ijro bo'lyapti bu. Bu nima ijro bo'lyapti deganda, hozirgi kompyuter mushu sonlar o'tirisidagi munosabatni o'rganib bir modelni quryapti. Bu modelni qurib olgandan keyin bizniki eng aqsta model.predict bo'lganda mush uchurlarni menga predict qilib deb mushadan mushu predict qilsak bizga mushu sonning hammasini chiqib beradi. Masalan modelni bir qurib olgandan keyin qaranglar. Hozir masalan mana 38 da 94. Bunu bitirsak 40. 39. Shunami? Del to'g'ri chiqdi. Del to'g'ri chiqdi. Misol uchun hozir mashinka o'zi qaranglar. Agar men boshqa birsi o'zgartay. Masalan bu yoqqa yana bir kod yozay. Masalan plus shunami? Mana bu eng oxirgi bu modelni qurib olgandan keyin biz mana bu kodni aslinki kod qismini o'zgartaylik. Çünkü model yukarıda kurulup oldu. Kurulup olgandan keyin biz bu yoqdan buni o'zgarsak bo'ladi. Masalan, 10 ni kirgizsam ne chiqadi? Chiqirib deylik. Buni ijro qilaylik. Qaranglar, 10 ni kirgizsam 18 ga 9. 10 ni 2 ga ko'paysak 20, bir ni olsak 19. Bu 18 ni 9 ni bitirsak 19 bo'ladi. Bunda olsa masalan 21 ni qilib boqaylik. Kodin birini mesela print model.predict and then numpy
array. Mesela 100'ni kirgizib bakılı. 100. 100 olgan ne çıkış gerek? 100 olganda qaranglar, bu 200 bir narsa 199 mana dal şu. Demek hozir mushu odatdagi bir necha kod orqali men sizlarga machine learning ham AI'dagi modul yasash to'g'ri tushirib berdim. Mushu hamda odatdagi bir matematik modulni qurib chiqish. Agar biz rasm tunuydigan, ovoz tunuydigan yoki bo'lmasa rasm chiqaradigan, ovoz chiqaradigan, video chiqaradigan mustaq modullarni qanday qurib chiqamiz desak, buni qurib chiqish uchun bizga data bo'lish kerak, sonliq uchurlar. Nurg'unlagan rasmning uchur bo'lish kerak. Shuni kirgizamiz. Shuningdek, qarindoshlar, agar o'zingizlar o'rganayotganlar bo'lib qolsa, shu TensorFlow'ni qaranglar. Tekstni bir taraf qiladigan, andin mana bu tekstni bir taraf qiladigan, audio bir taraf qiladigan, video bir taraf qiladigan, nurg'unlagan o'rganilgan narsalar bor. Machine learning with keras deydi. Basic image classification, text classification bir şey ko'rsam bo'ldi. Albatta bu TensorFlow ishlatishning oldida sizlar chuqur Python kodini bilishingiz kerak. Python ham AI, agentic AI'ni bilishingiz kerak. Shuningdek, shu qiziqadigan savoldoshlar, bizningki tizimlash vaqtimiz to'shalib qoldi. Yana bir oy vaqt qoldi, sanchaklik. Shu bizningki shirkatning 4-oyda boshlaydigan Python Generative AI degan shu kursiga tizimlatinglar. Bir qara o'rgangandan keyin qolgan texnik cho'nqurlab o'rgangan qismini o'zinglar o'zingizga o'rgansang bo'ladi. Amanglarniki bu sizni ko'ngil qo'yib anglanglar ko'p rahmat.